İxlas. İxlas har qandaq bir amal ibodatni Alloh taolo uchun qilish, uning roziligiga erishishdan boshqa bir maqsadni o'ylamaslik deganlikdir. İxlas amal ibodatlarning qabul bo'lishi uchun shartdir. Alloh taolo mundaq deb buyurgan: "Qul inni umirtu an a'budalloha mukhlishan lahud-din." Ya'ni aytqinki, haqiqatan men dinni Allohga xos qilib ibodat qilishga buyurildim. Peygamber aleyhisselam mundaq degan: amallar faqat niyatlarga bog'liqdir. Har qandaq odam o'zi niyat qilgan narsaga erishidi. Alloh va uning payg'ambari uchun hijrat qilgan kishi hijrati Alloh va uning payg'ambari uchun bo'lib qabul qilinadi. Kimki mol dunyoga erishishni yoki biror ayolga o'ylanishni ko'zlab hijrat qilgan bo'lsa, uning hijrati shuning uchun bo'ladi. Bu hadis amal ibodatlarning qabul bo'lish yoki rad qilinish prinsipini belgilagan bo'lib, har qanday hadis to'plamida birinchi hadis bo'lib tizilgan. Bu uning nihoyatda ahamiyatli ekanligidan darak beradi. İmam Şafii, İmam Ahmad ibn Hanbal qatorliq ulamolar bu hadis islomning 3dan 1ni tashkil qiladi degan. İxlos qalb qetidan kelgan samimiy sevgi bilan ko'rsatilgan sadoqatdir. İxlosning aksi riyodir. Qilingan ibodat va har qandaq bir yaxshi ishlarda hech qandaq bir manfaat yoki foydani ko'zlamasdan faqat Alloh taolaning roziligini maqsad qilish ixlosning asosini tashkil qiladi. Haqiqiy ixlos uchun İbrahim alayhissalomning munu qissasi eng yaxshi ulgu bo'la oladi. İbrahim alayhissalom zolim Namrud tarafidan o'tqa tashlangan vaqtda uning yeniga kelgan farishta Jibril alayhissalomning "Xohlasang senga yordam qilay, seni o'tdan qutuldiray" degan taklifiga javob berib, "Rabbim, mening bu holimni biladi, shundaqmi?" deb so'raydi. Jibril, "Alloh taolo albatta biladi" deb javob beradi. İbrahim alayhissalom, "Undaqda senga ehtiyojim yo'q. Alloh taoloning mening bu holimni bilishi menga yetadi" deb javob qaytaradi. Mana bu haqiqiy chin ixlosning birdan bir misolidir. Ixlos to'g'riliq kelgan oyat va hadislarga asoslanganda nijotlik yo'li faqat ixlosdadir. Odam balasining ikki dunyolik saodati va moddiy ma'naviyatiga kepillik qila oladigan ixlosdan bo'lak ikkinchi bir xislat yo'qdir. Birovning ixlosini qozonmoq haqiqatan muhim bir ishdir. Chunki zarrachilik ixlos bilan qilingan amal ixlossiz qilingan minglarcha amal ibodatdan ustundir. Har qanday bir ishda ixlos talab qilinadi. Namoz o'qishda, roza tutishda, zakot berishda, haj qilishda, ilm tahsil qilishda, Qur'on tilovat qilishda, yetim yesirlarga yordam qilishda, halol rizq uchun ishlashda ixlos bog'lab ish qilish lozim. Har qanday bir ishning o'ziga loyiq ixlosi bordir. Masalan, samimiy ixlos bilan bog'langan muhabbatning bir zarrasi biror manfaat yuzasidan bog'langan muhabbatdan albatta cho'ng va qimmatlikdir. Chin muhabbatni ko'rishni xohlagan kishi onalarning tabiatiga qarisi bo'ladi. Haqiqiy ixlos, haqiqiy xolis muhabbatga onalar sazoverdir. Ular farzandlari uchun nurg'unlagan jafo mushaqqatlarni tortib, chin dilidan bolalari uchun ko'yib pishib cho'ng qiladi. Lekin u qilganlari uchun bolalaridan biror mukofot yoki sovg'a salom tama qilmaydi. Biror foyda ko'zlamaydi. Odammo Alloh taologa ixlos qilgan ekan, shundoq chin aqida va sevgi bilan ixlos qilganda, ondan u Alloh taoloning haqiqiy muxlisiga aylanadi. Alloh taolo chin ixlos bilan qilingan amal ibodatlarni qabul qiladi. Shuning uchun Alloh taolo Qur'oni Karimda insonlarning ibodatlarini xolis Alloh taologa qilishini, duolarini samimiy qilishlarini tavsiya qiladi. Niyat odamning ko'ngil qetida paydo bo'ladigan va odamni bir ishni amalga oshirishga bel bog'latgan o'y fikrdir. Niyatning o'rni qalbdir. Har qanday amal ibodat uni qilg'uchining niyatiga qarab qabul bo'ladi yoki rad qilinadi. Amal ibodatlar uni qilg'uchisiga uning niyatiga qarab qadr-qimmat yoki uning aksicha ahvol elib keladi. Amalsiz quruq niyat e'tiborga elinmagandek, niyatsiz amalmo foydasizdir. İnsanning yeyish-ichishi, uxlab dam elishi, shundaqla er-ayollik munosabatlarimi niyatning durust bo'lishi bilan ibodat qatoriga kiradi. Bir kuni payg'ambar alayhissalom sahobalariga:
sizlarning er ayollik munosabatinglarda sadiqa savobi bor deganda sahobalar buningga ajablanib, ya Rasululloh, biz o'zimizning shahvatini qondursaqmi savob bo'lamdi deyishganda payg'ambar alayhissalom aytinglarchu, agar sizlar shahvatinglarni harom ish bilan qondursanglar sizlarga gunoh bo'lmamdi deydi. Sahobalar albatta gunoh bo'ladi deyishidi. Payg'ambar alayhissalom shuningdek sizlar shahvatinglarni nikohliq ayolinglar orqali qondursanglar sizlarga savob bo'ladi degan. Niyat odatdagi ishlarni ibodatga o'raydigan birdan bir sehrlik moddadir. Faqihlarning qarashicha niyat Alloh taoloni rozi qilishdan iborat durustli bo'ladi ekan, insonning odatdagi ishlarimi ibodat qatoridan sanaladi. Masalan, haloldan rizqlanish va bolalarini halol luqma bilan yetishtirish yo'lida tirikchilik qilish, Alloh taolaning buyurganlarini o'rindash va ibodatlarda faoliyatchan bo'lish niyati bilan yeyish va ichish, mengani yaxshi dam oldirish orqali Alloh taolaning amr farmonlarini texmi yaxshi o'rindash niyati bilan uxlash va tan saqliqini saqlash orqali shariat ko'rsatmalarini yaxshi o'rindash niyati bilan tanharakat qilish qatorliq ishlarning hammasi ibodatga yotadi. Ibodatda kayfiyat bek muhimdir. Alloh taolaning roziligi amal ibodatlarni ko'p qilish bilan yoki ko'p kishilarni dinga ergashtirish bilan qozonilmaydi. Balki Alloh taolaning roziligi faqat ixlos bilan qozoniladi. Shunga ba'zida biror ig'iz so'z yoki biror yaxshi niyat haqiqiy saodatga va mangulik nijotlikqa sabab bo'lib qoladi. Ahvol shunday ekan, amal ibodatlarning ko'p qilinishiga emas, qalbdagi ixlosga va ibodatning sifatiga qarash kerak. Chunki har qanday amal ibodatning va yaxshi ishlarning qimmatga ega bo'lishi ixlos bilan bo'ladi. Alloh taolaning roziligini ko'zlamasdan boshqa maqsad va manfaatlarni ko'zlab qilingan butun amallar va ibodatlar bekordir. Masalan, ko'mir kilogramm bilan, hatto tonnalab, oltin bo'lsa grammlab tortiladi. Ixlosliq amal oltin bo'lsa, ixlossiz amal ko'mirga o'xshaydi. Bu misoldan ixlosliq ibodat bilan ixlossiz amal ibodatning o'ttirsidagi farq ochiq ko'rinib turibdi.